Zeker 001 mashinamizni xudo xolisa 3 etapli professionalniy polirovka qilib, qo'shimchasiga bunaqa oyna qilib keramika surib berganmiz. Ko'rasizlarmi? Qanaqa yonib chiqqanini. Akamiz oddiy keramika surmay, zo'ridan qilib bering dedilar. Pulidan muammo yo'q, zo'ri bo'lsin faqat dedilar. Nomerini tushirib bera olmayman. Zo'rini qilib berdik biz. Effektini ko'rasizlarmi? Qaranglar, oyna bo'lib qo'yganda bemalol o'zingizlarni tomosha qilsanglar bo'ladi. 3 etapli professionalniy polirovka bo'ldi. Qo'shimchasiga kelgan zo'r keramikamizdan surib berganmiz. Kapotlari ham oyna bo'lib qo'ygan, qaranglar. Keramikamizga keladigan bo'lsak, bizda keramikaning turlari juda ko'p. Nasyo, butterfly bor, silo bor, 3D bor. Har xildan bor. Lekin maxsus akamiz uchun zo'ridan qilib beringlar mana. Nasyo NL 272. Bilgan biladi bu narsani. Dodda narsa. Konkretniy dodda. Keramikani zo'ri. Bemalol kelaveringlar, sizlarni ham ishinglarni zo'r qilib, chotki qilib, mana shunaqa kapallik qilib, minyon qilib zo'r qilib beramiz. Mashinani qaranglar, qanaqa sochni chiqqanini. Oyna bo'lib qo'ygan, oyna. Bemalol kelaveringlar, ishinglarni zo'r qilib, akkuratniy qilib, sifatli qilib bitirib beramiz.